ichidagi navbatdagi funksiyalarni ko'ramiz endi. Xo'p, boshladik. C++ dasturlash tilida string funksiyalari bilan ishlash. Ya'ni ishimizni osonlashtirib beradigan tanish-bilishlar, yangi tanish-bilishlar olib turamiz endi xudo xolasa. Xo'p, insertdan boshlaymiz mana. Boya o'sha insertni reklama qildim sizlarga. Insert. Boya ana qiyin misol ishladik-ku. Sat S1 ichidagi birinchi uchragan S2 ni S3 ga o'zgartirib qo'yish bor-ku. O'shanda insertdan foydalansak bo'ladi. Insertdan. Xo'p, ta'rifini bitta o'qib olinglar insertni. Shu narsa, biror bir satrning xohlagan joyiga boshqa satrni solib qo'yamiz, xohlagan qismiga. Indekslanishlanadi bunda ham. Masalan, a nuqta insert qilamizda, qaysidir indeksiga b ni solib qo'y deymiz. Shunda a ni xohlagan joyiga b satrni solib qo'ysa bo'ladi. Yoki s1 nuqta insert qilamizda, qaysidir indeksiga s2 ni solib qo'yamiz yoki s3 ni solib qo'yamiz. Va hokazo. Xohlagan qismiga solib qo'ysa bo'ladi. Masalan, qaranglar, mana bu misol bor edi. Boya string tipida a string bor edi-da. Buni ichida ochilgan ikkita qavs, yopilgan ikkita qavs bor edi. Keyin b string bor edi. B stringda masalan hello mi qanaqadir so'z bor. Mana shu misolni insertdan oldin qanaqa ishlagandik? Boya ishlab ko'rsatdim-ku. Yangi string ochib, yangi stringga a ni yarmini ulab, boshidagi yarmini, keyin b ni ulab, oxirida a ni oxirdagi yarmini ulab, keyin restni ekranga chiqardik-a. Birinchidan yangi rest degan o'zgaruvchi ochdik, ikkinchidan 3 ta amal bajardik bizlar. Qiyin bo'lib ketdi. O'shani bittada insert bilan hal qilib qo'ysak bo'ladi hozir. Ishimiz yana ham osonlashadi. Bittada insert bilan, ya'ni a ni o'rtasiga b ni solib qo'ydik tamom. Shunda a ni ekranga chiqarsak tayyor bo'ladi bizda o'sha narsa. Qaranglar, insertni chaqirib ishlataman. Insert funksiyasini qanday chaqiramiz? Shodiyor qarab turing yaxshi. Insertni prosta chaqirsak bo'ladimi? Insert deb ma'no qilib. Bu funksiyalarni hammasini string tipli o'zgaruvchining nomidan nuqta qo'yib chaqiramiz. Shuni eslab qo'yinglar. Demak, a nuqta insert qilamiz. Sababi a ni o'rtasiga solmoqchimiz-ku hozir, to'g'rimi? A ni o'rtasiga insert qilmoqchimiz. Shuning uchun a nuqta insert qilib chaqiraman. A nuqta insert funksiyasi ikkita parametr qabul qiladi. Ikkita parametr, ya'ni mana bu a ni qaysi indeksiga ulamoqchiligimizni aytamiz va o'sha indeksga nimani ulamoqchiligimizni, nimani solib qo'ymoqchiligimizni aytamiz. A ni qaysi indeksiga solamiz hozir? O'rtasiga. Ya'ni hozir ikkinchi indeksiga yoki bo'lmasa a nuqta size taqsim 2. A ning o'rtasiga, to'g'rimi? A ning o'rtasiga b ni solib qo'ymoqchimiz. Bo'ldi. Demak, birinchi parametrda qanaqa tipda ma'lumot qabul qilyapti? Position deyapti, qaranglar, position. Int tipida ma'lumot qabul qilyapti. Int tipida. Char emas, string emas, int tipida. Ikkinchi parametrga nima? Qanaqa tipda? String tipida. Demak, a nuqta insert deb turib, mana bu indeksiga, a ning mana bu indeksiga b stringini solib qo'y. Char olmaydimi o'sha? Char olmaydi? Yo'q, char olmaydi, string faqat. Faqat string. Birorta qismini solmoqchimiz-chi? Masalan, hello. Birorta qismini ham solsa bo'ladi, uni keyin ko'ramiz. Mana nima qilsak, nima qilsak? Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Char bera olmaymiz bu yerga, mana qilib. Char berib bo'lmaydi. Xato bo'lib qoldi, o'zi ko'rdingizmi? Char qabul qilmaydi, string qabul qiladi, qaranglar. Str deb yozib qo'ygan. String. Demak, xullas, a nuqta insert ana mana bu indeksiga biz stringni solib qo'ydik. Bo'ldi, boshqa narsa yo'q bu yerda. Keyin yana boshqa holatlari bor, uni keyin ko'ramiz. Hozir ko'rmaymiz. Hozir ko'rsak chalkashib qolamiz. Demak, hozir ekranga b stringni chiqarsak, qanday holatda chiqadi shunda? Hello o'zi chiqadi. Hello o'zi chiqadimi? Shunaqa. Ani chiqarsakchi. Endi ana qavsdan o'rtasiga hello solib qo'yilgan bo'ladi. Shunaqa. Ishlatib ko'ramizmi? Hello bo'lib chiqdi. Endi xuddi shu ishni bajaradigan sizlar mana shu joyda funksiya qilinglar. A stringni o'rtasiga b stringni solib qo'yadigan funksiya qilinglar, insertdan foydalanib, funksiyaga o'zgartirib qo'yinglar. Yozinglar. O'sha A stringni o'rtasiga b ni solib qo'yadigan funksiya qilinglar, insertdan foydalanib ishlaydi. Mana shuni funksiya qilish kerak.